Bu koreyscha bodringli salatni qasir-qusur qilib ermeyga yeb qo'yasiz. Eng asosiysi, buni tayyorlash uchun 5 daqiqa ham vaqtingiz ketmaydi. Demak, birinchi bo'lib 1 kilogramm bodringni xuddi ko'rsatganimdek bo'laklarga kesib olishimiz kerak. So'ng bunga 2 dona qizil sabzini qirg'ichdan chiqarib, 1 choy qoshiq tuz va 1 osh qoshiq shakar aralashtirib chetga olib turamiz. Bu orada 1 bog' kashnish ko'kati, 3-4 ta tish sarimsoq, piyoz, achchiqqina bo'lishi uchun garimdorlarni to'g'rab olamiz. Endi bodring va sabzini ajralgan suvini to'kib, sarimsoq, piyoz, to'g'ralgan kashnish, qovurib olingan kunjut, 1 choy qoshiq уксус hamda 1 osh qoshiq soya sousini qo'shamiz. Men buning uchun sifatli soya sousidan foydalandim. Qizib turgan ozgina yog'da 1 osh qoshiq paprika, 1 choy qoshiq kashnish urug'i, to'g'ralgan garimdorlarni 20 sekund qovurib, uni ham salatimizga sovuramiz. Buni yaxshilab aralashtirsak, juda ham mazali, sochni ishtaha ochar salatimiz tayyor bo'ladi. Salatimizning mazasi bir-biriga singib, yaxshi chiqishib olishi uchun sovutgichga yarim soatga olib qo'yamiz. Ishoning, bu salat har qanaqa taom bilan, hattoki o'zini yesanglar ham zo'r ketadi.